Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlar bilan birgalikda juda ham qiziqarli va sizlar uchun manfaatli bo'lgan mavzuni xudo xolis ko'rib chiqamiz. Bugungi mavzu meni yo'nalishimga u yoki bu ko'rinishda tegishli narsa. Bugun miya haqida gaplashamiz. Ya'ni miya qanday ishlaydi, nimani hisobiga shunaqa ishlaydi, qanday aldaydi miya sizni, qanday qilib miyangizni boshqarishingiz mumkin va bu mavzudan keyin siz qanday qilib o'z xotirangizni kuchaytirishi, qanday qilib daholarga o'xshab fikrlashi va qanday qilib dangasaligingizni yengib boshlamayotgan ishlaringizni boshlashni o'rganasiz. Xo'p, demak, bugun sizlar bilan birgalikda nimalarni ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda tanlov illyuziyasi haqida gaplashamiz. Ya'ni aslida olganda sizni ongingiz emas, miyangiz boshqarishini men tushuntirib beraman. Nimaga bu narsani tushuntirib bermoqchiman sizlarga? Bu bilan nima qilish kerakligini men keyin qadam-qadam aytaman. Ya'ni bu muammoni qanday qilib yengishingiz mumkinligini. Bilasiz, agar birontani davolamoqchi bo'lsak, birinchi o'rinda tashxis qo'yishimiz kerak. Ya'ni vrach oldiga borganingizdan keyin u birinchi o'rinda tashxis qo'yadi, tushunib oladi, nima bor, qanaqa muammo bor, qanaqa kasallik bor, undan keyin o'sha kasallikka tegishli sizga yoki dori beradi yoki davolashni boshlaydi. Bu yerda ham xuddi shunaqa birinchi o'rinda muammolarni tanib olganimizdan keyin ularni yengishimiz oson bo'ladi. Keyingi masala miyamizni super kompyuteri haqida gaplashamiz. Bizning boshimizda juda ham katta biologik super kompyuter bor. Deyarli ishlatilmaydi. Qanday qilib shu narsani ishlatishni bugun tushuntirib beraman. Jedilar texnikasi haqida gaplashamiz. Ya'ni ayrim texnikalarni tushuntiraman. Qanday qilib o'zingizni rivojlantirishingiz mumkin, qanday qilib dangasaligingizni yengishingiz mumkinligi haqida 5 ta qadamdan iborat shu algoritm sizlarga beraman. Daholar haqida gaplashamiz. Daholar sirlari haqida men bitta key point degan narsa bor, ya'ni kalit nuqtasi bor. Shu kalit nuqta nima? Ya'ni nima uchun kimdir daho, kimdir yo'q. Shu haqida aytib beraman va daholikka yagona yo'lni sizlarga ko'rsatib beraman. Agar daho bo'lib tug'ilmagan bo'lsangiz, lekin daho darajasida miyangiz faoliyatini olib chiqmoqchi bo'lsangiz, bittagina yo'li bor xolos. Men bilgan bittagina yo'li bor xolos. Shu yo'l bilan sizlar bilan xudo xolos bo'lishaman va shaxsan o'zimdan maxsus sovg'a bugungi dars oxirida. Xo'p, sovg'a qanaqa bo'ladi? Video darslik va qo'llanma bo'ladi. Video darslik mikro qadam va mikro g'alabalar bo'ladi. Dangasalik yengish uchun, xotirani rivojlantirish uchun, xullas kalom, istalgan ishingizni boshlab oxirigacha yetkazish uchun bu sovg'ani olishingiz mumkin bo'ladi. Siz uchun bu. Xo'p, bundan tashqari g'alabalar kundaligi cheklisti bo'ladi. Sizlar uchun shu qo'llanma sifatida beriladi. Qanday qilib sovg'ani olish men darsimiz yakunida tushuntirib beraman. Xo'p, o'zimni qisqa tanishtirib o'taman. Ismim Davronbek, familiyam Turdiyev. Yoshim 34 da, 91-yilman. Supermiya loyihasining asoschisiman. Hozirgi kunda Supermiyada pulli kurslarimda o'sha 47 mingtadan ko'proq odam o'qib chiqdi. 8 yildan beri men dars beraman. Pandemiya boshlangandan keyin onlayn dars berishni boshladim. Kurslarimni va turli xil loyihalarni hammasini onlayn o'tkazdim. Bundan o'quv markazim bor edi. 3 ta kitob yozdim, muallifman. Mana oxirgisi bu kitob bilan tanishtiraman. Eng qiziq kitob qanday olish ham oxirida aytib beraman. 12 yildan buyon eslab qolish bilan shug'ullanaman va O'zbekiston Minema sport, ya'ni eslab qolish sporti federatsiyasi asoschisi hamda hozirgi kunda prezidentiman, rahbarman. Xo'p, demak, undan tashqari Rossiya rekordini o'rnatganman. 2018-yilda 3250 ta raqamni ketma-ket eslab qolib, Rossiya rekordini o'rnatganman. Juda ham aqlga sig'maydigan narsa ko'pchilik uchun, lekin buni amalga oshirsa bo'ladi. Siz ham qila olasiz, faqatgina buning uchun to'g'ri shug'ullanish kerak. Akras bugun shuni razbor qilib chiqamiz. Va men o'sha Rossiya rekordini o'rnatganimdan keyin o'z missiyamni topdim deb hisoblayman. Meni asosiy vazifam insonlarni miyasini to'liq potensialdan foydalanishni o'rgatish. Men o'qituvchiman, kasbim bo'yicha Namangan davlat universiteti pedagogik fakultetini tamomlaganman va insonlar o'zini miyasidan noto'g'ri foydalanadi deb hisoblayman. Shu narsani odamlarga o'rgatib, turli xil yo'nalishlarda meni ko'p shogirdlarim natijalar qilgan. Kunuz portaliga kirib ko'rsanglar bo'ladi. Biz haqimizda katta maqola bor. Bundan tashqari YouTube kanallarida ham bor. Biz haqimizda reportaj, ya'ni biz haqimizda degani men va meni shogirdlarim va umuman olganda xotirani rivojlantirish yo'nalishi haqida va boshqa turli xil ko'rsatuvlarga Rossiyada ham, O'zbekistonda ham ko'p shogirdlarim ham o'zim ham bir necha marta chiqdik. Aytganimdek 47 mingdan ziyod talabalar o'qigan va asosiy masalani men sizlarga o'zim haqimda aytib berdim. Endi qarab turaylik. Savol: inson o'z harakatlarini o'zi boshqaradimi yoki yo'qmi? Ya'ni shu 5 qadamli algoritm sizlarga bugun beraman. 1 2 3 4 5 mana shuni qilsangiz, miyangizdan o'ta kuchli ishlashni boshlaydi. Ehtimol даже shu siz tanigan daholar darajasiga yetishingiz mumkindir. Shug'ullanib, asosiy masala nimada? Buning uchun birinchi miya qanaqa ishlashini va ayrim miyani ajoyib tomonlarini ko'rib chiqaylik. Inson harakatlarini o'zi boshqaradimi degan savol bor. Va bu savolga javob berishga harakat qilishgan. Olimlarni bilasizlar, olimlar nima qiladi? Hamma narsani tadqiqot orqali tekshirib ko'rishga harakat qilishadi. Tadqiqot qilishadi, solishtirishadi, odamlarni yig'ishadi va hokazo. Ya'ni olim inson, olim xalqi o'zi shunaqaki, ular hamma narsani tagigacha borgisi keladi. Fakt. Va erkin tanlov mavjudmi yoki yo'qmi degan savolni o'ziga shu nevrolog odam, Benjamin Libet degan odam bir paytlar bergan va ajoyib tadqiqot o'tkazgan. U nima qilgan? Qisqa qilib aytib beraman, sodda qilib. Kichkinagina soat qo'ygan. Odamlarning boshiga elektroensefalograf degan narsa bo'ladi. EKG deydi. Shunaqa narsani kiygan boshiga, ya'ni u nima qiladi? U siz boshingizdagi aktivlikni elektr tok orqali biladi.
ya'ni miyangiz qaysi xizmat aktivlashyapti yo'qmi, o'tda o'sha ilgari paytlari qog'ozlar bo'lardi, shu qog'ozlarga haligi to'lqin sifatida chizardi. Va bu tadqiqot ancha oldin bo'lgan, 1982-yilda bo'lgan, 83-yilda bo'lgan tadqiqot, Libet tadqiqoti. Undan keyin u yoki bu ko'rinishda har xil variantlar o'tkazilgan. Endi tadqiqotda nima bo'lgan? Boshiga kiygan odamlar taqqan o'sha kaskasini, boshiga shlemini va atrof oldida mana bunaqa strelka aylangan. Soniya strelkasi, ya'ni ko'rsatkich bola aylanganda soat va xohlagan paytingizda bitta knopka turardi oldida, knopkani bosib to'xtatsangiz bo'ladi strelkani. Eng qizig'i shundaki, knopkani bosishni xohlashidan oldin odam o'zi mana men hozir bosmoqchiman knopkani deb turib xohlagan paytda bosish mumkin-ku. Xohlashdan oldin uni miyasida yarim sekund oldin qanaqadir to'lqin bo'lgan har safar. Elektr to'lqin bo'lgan. Ya'ni Libet o'zining tadqiqotida nimani ko'rsatib bergan? Biz ongli ravishda o'zimiz nimani qilmoqchi bo'lganimizni bilsak, anglasak, undan oldin o'sha miyamiz biz uchun tanlov qilib bo'lgan bo'ladi. Shuning uchun ko'pincha bilsanglar, mana kimda bunaqa bo'lgan, izohlarga yozishingiz mumkin. Bir kishini so'kib qo'yasizlar, keyin afsuslansizlar. Tanlov qilib qo'yasizlar, keyin afsuslansizlar. Ya'ni biz tanlayapmiz, lekin vaqt o'tgandan keyin xuddi biz emasda o'rnimizga boshqa odam qilganda. Xuddi mana shu narsani Libet o'zining tadqiqotlarida ko'rsatib bergan va shuning uchun ham mana neyroilmiyotni oladigan bo'lsak, miyamizga tegishli ilmiyotda onga Angliya qirolichasi deyshadi. Bilasizlar, Angliyada qirolicha bor, lekin qirolicha de facto, ya'ni faktda hech narsani hal qilmaydi odatda. Parlament bor, boshqa odamlar davlat bilan boshqarishadi, lekin qirolicha bor. Bu yerda ham xuddi shunaqa ongimiz bor. Bilamiz nimani qilishimiz kerak, qanday qilishimiz kerak, bilamiz hozir sport bilan shug'ullansa yaxshi bo'ladi, bilamiz hozir kitob o'qisam yaxshi bo'ladi, YouTube ko'rishim kerak emas, lekin men qilmayman. Mani ongim bor, men hamma narsa, lekin ong nimagadir meni boshqara olmaydi yoki boshqarishga kuchi yetmaydi yoki kam boshqaradi. Bu yerda ham xuddi shunaqa, ya'ni shuning uchun ongga odatda Angliya qirolichasi deyshadi. Shunaqa o'xshatish bilan. Endi bu birinchi masala, ya'ni biz o'zimizni hadeb ongli boshqara olmaymiz. Mana shu narsani tushunib olishimiz kerak. Birinchi asosiy tushunishingiz kerak bo'lgan narsa, siz ongli xohlagan narsangizni doim ham qila olmaysiz. Siz xohlaysiz o'rningizdan turib, borib sport bilan shug'ullanishni, borib soatlab til o'rganishi, lekin qilasizmi yoki yo'qmi? Tushunasizlarmi? Asosiy masala shunda. Endi miyamizda yana bitta ajoyib narsa bor. Bu super kompyuter. Haqiqatan ham o'ta katta kuchga ega bitta struktura bor, bitta shu tizim bor. Shu tizim bilan sizlarni hozir qisqa qilib tanishtirib o'taman. Qarab turing. Inson miyasi bir soniyada bajaradigan ish uchun super kompyuter qancha vaqt sarflaydi? 2014-yilda Yaponiyada Fujitsu degan kompyuter bo'lgan. Bu shu kompyuterni inson miyasi bilan solishtirishgan. O'zi super kompyuter nima? Super kompyuter bu nomidan shu kompyuter faqat o'ta katta hisob-kitob kuchiga ega. Tam trillionlab, milliardlab turli xil narsalarni hisoblay oladi. Super kompyuterlar juda ham katta bo'ladi. Ba'zilari okeanlar tagida turadi, ba'zilari katta-katta xolodilniklar ichida bo'ladi, sovutgichlar ichida. Nimaga? Chunki u ko'p energiya yeydi, qizib ketadi. Va super kompyuterlar hozirgi kunda juda ham qiyin, mana bu hisoblab bo'lmaydigan narsalarda odatda ishlatiladi. Super kompyuter mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi, ko'rib turibsizlar slaydda. Mana shunaqa har xillari bo'ladi super kompyuterlarni. Tam stadion joylarda kompyuter o'sha miyasi joylashadi va u bir-biri bilan ma'lumot almashinadi. Endi super kompyuter o'zi qayerda ishlatiladi? Qanchalik qiyinligini tushunishingiz uchun super kompyuter qanchalik kuchliligini, iqlim, ob-havo modellari, zilzila, aerodinamika va hokazolarni prediction qilish, ya'ni bashorat qilish uchun ishlatiladi. Yadro va zarra fizikasi, kosmik simulyatsiyalar, turli xil simulyatsiya deganda o'sha yulduzlar bir-biriga urilishini, misol uchun quyosh qachondir portlaydi yo portlamaydi, mana shu narsani hisob-kitobiga ishlatiladi. Genomika oqsilni buklanishi, boshqa qilishi, dorilar dizayni ichida uni ham simulyatsiya qilinadi. Kripto tahlil, turli xil ma'lumotlar va AI modellar. Hozirgi kunda istalgan AI modelingiz, ya'ni AI degani bu sun'iy intellekt, ongli kompyuterlar, deyarli hammasi aynan mana shu super kompyuter bazasida yoki bu ko'rinishda ishlaydi. Endi miya bilan solishtirilgan super kompyuterda 86 mingta protsessor bo'lgan. Tasavvur qilyapsizlar? 86 mingta kompyuter bo'lgan bitta kompyuter ichida umumiy katta tizim ichiga yig'ishgan va o'sha kompyuter nima qilish kerak bo'lgan? Insonni miyasini umumiy modelini, ya'ni insonni miyasini umumiy ish jarayonida har bitta hujayrasi qiladigan ishini 1 soniyasini qilib berish kerak bo'lgan. Model qilib berish kerak bo'lgan va 1 soniya ishlashini, inson miyasini o'xshatish uchun shu super kuchli kompyuter 40 daqiqa vaqt sarflagan. Tasavvur qilyapsizlar, 1 sekund inson miyasini 1 sekundini
40 daqiqa vaqt ichida modellashtira olgan xolos, bu 2,5 ming barobar farq. Ya'ni inson miyasini 2,5 ming barobar superkompyuterdan kuchliroq desangiz ham bo'ladi, shartli ravishda. Lekin asosiy masala nimada? Nima uchun biz shunaqa ahmoqmiz degan savol berishingiz mumkin. Shu darajada kuchli kompyuterimiz bor. Asosiy masala nimada? Markus Reychel degan nevrolog 2001-yilda bizni boshimizda fMRT qilib default tizimi degan bitta tizimni aniqlagan. fMRT bu magnit rezonans tomografi deydi. Ya'ni bizni boshimiz ichidagi jarayonlarni, miya ichidagi jarayonlarni onlayn ko'ra oladi, kompyuterda ko'ra oladi. Qaysi joy aktivlashyapti, qaysi joy passivlashyapti va shunaqa default tizim degan narsani kashf qiladi. Nimaga default deb ataydi? Chunki u ongsiz ishlaydi. U biz o'rnimizga tanlovlarni qiladi. Va asosiy masala, bugun men sizlarga yetkazib bermoqchi bo'lgan masalam va bugun men sizlarga bermoqchi bo'lgan algoritmim nimadan iborat? Miyangizni to'g'ri ishlatishingiz kerak. Siz uje daho bo'lishingiz ham mumkin, tushunyapsizmi? Shunchaki miyani noto'g'ri ishlatayotgan bo'lishingiz mumkin. Asosiy masala va asosiy ma'ni sizga yetkazib bermoqchi bo'lgan taklifim va men sizga yetkazib bermoqchi bo'lgan fikrim shundan iborat. Ya'ni men misol uchun sizdan ko'proq narsa eslab qola olishim, mani mashqlarim, shug'ullanishim, tajribamdan tashqari men miyamni to'g'ri ishlatishim. Bugun kakras mana shu kichkinagina bitta sirni sizlarga ochib beraman. Qanday qilib bu kompyuterdan foydalanish mumkin? Asosiy savol shundan iborat. Ya'ni qanday qilib men o'sha miyamdagi kompyuterdan to'g'ri foydalansam bo'ladi. Endi algoritm 5 ta qadamdan iborat. Hozir qadamlarni sanab o'taman, keyin har bittasini alohida sanab beraman. Birinchisi aqliy benzinni tejash. Ya'ni siz o'zingiz miyangizni energiyasini oluvchi hamma narsani yo'qotishni o'rganishingiz kerak. Ikkinchisi tizimlarni ajratib ishlatishingiz kerak. Bizning boshimizda ikkita asosiy katta makro tizim bor. O'sha tizimlarni alohida o'rganishni o'rganishimiz kerak. Buni ham o'rgataman. Miyani tozalash. Buni ham o'rgataman. Kerak emas fikrlardan toza inersiya qoidasini yaxshilab tushunib olishingiz kerak. Inersiya qoidasi juda ham muhim narsa va sizni daho qiladigan eng asosiy texnikani bilib olsangiz bo'ldi. Mana shu 5 ta narsani bajarganingizdan keyin siz aqliy faoliyatingiz o'ta yo'q. Misol uchun men birinchi bo'lib mana shu texnikalar bilan, bugun sizlarga o'rgatmoqchi bo'lgan texnikalar bilan tanishganimda, meni universitetda ko'pchilik o'qituvchilar daho deb atashni boshlagan. Davron sen geniysan deyshadi. Menda hech narsa o'zgarmagan. Tushunasizlarmi? Men просто miyamdan to'g'ri foydalanishni boshlaganman. Hop, endi birinchi qadam aqliy benzin tejash. Shundan boshlaysiz. Miyani noproporsionallik qonuni degan narsa bor. Hozir oddiyroq tilda tushuntiraman. Nima degani noproporsionallik qonuni va o'zi qanaqa ko'rinishda bo'ladi va nima uchun bu qonun? Bu biologik qonun, bu qoida emas. Asosiy farqi bor. Ya'ni qoidani chetlab o'tsangiz bo'ladi. Qoidani buzsangiz bo'ladi. Ya'ni qonunni buza olmaysiz. Misol uchun odamlar qo'ygan qonunni buzish mumkin, tabiat qonunini buzib bo'lmaydi. Misol uchun tabiat qonuni biologik o'lim. Misol uchun biologik o'lim bo'ladi har bitta odamda. Bu tanasi suragi tugaydi, qo'pol qilayotganda va bo'ldi. Bu dunyodagi ishingiz tugaydi. Yoki deylik, gravitatsiya. Misol uchun men agar tomdan sakrasam, men tepaga tushib keta olmayman hech qanaqasiga. Bu narsa imkoni yo'q. Bu qonun chunki. Qonunni buza olmaydi inson. Nimaga? Sababi bu qonunlar insonni o'zi o'ylab topgan. Shuning uchun tushunib olinglarki, men sizlarga hozir aytadigan miyani qonuni, bu qonun, buni biologik nuqtai nazardan hech qanaqasi chetlab o'tish imkoni yo'q. Faqat bundan to'g'ri foydalanish kerak. Endi bu qonun qanaqa? Noproporsionallik qonuni nima degani? Miyamizni energiya sarflash darajasi bir-biriga nomosligi haqida. Ya'ni miyamiz energiyani sarflashi hamda energiyani qayta tiklashi noproporsional ishlaydi. Bu nima degani? Bu degani energiya sarflash jarayoni uni tiklash jarayonidan ancha tez. Ya'ni siz energiyani tezroq sarflaysiz, lekin sekinroq tiklaysiz. Miya bilasizlarmi nima o'xshaydi? Bankaga o'xshaydi. 3 litrli bankaga bitta og'darsiz, hamma suv to'kilib ketadi-da, qayta to'ldiraman desangiz ancha vaqtingiz ketadi. Ya'ni energiya tezroq ketadi, sekinroq tiklanadi. Ana shu qonun noproporsionallik deydi. Ya'ni bir-biriga teng emas, ketish bilan energiya to'lishi. Shuning uchun tez charchab qolib, ancha o'zga kela olmay yurishingiz mumkin. Bu bilan nima qilish kerakligini hozir aytaman. Qaranglar, aqliy ish va energiya tiklanishini nisbatini ko'rsatib beraman. Misol uchun 25 daqiqa ishlasangiz, o'rtacha 5 daqiqada tiklanasiz. 25 daqiqa kitob o'qisangiz, o'rtacha 5 daqiqada tiklanasiz. 50 daqiqa ishlasangiz 20 daqiqada tiklanasiz. Tushunasizmi? Qaranglar, ish 2 barobar oshdi, lekin dam olish uje 4 barobarga farq qilyapti. 2 soat ishlasangiz 1 soat dam olishga majbur bo'lasiz. 4 soat ishlasangiz uje 4 soat dam olishga majbur bo'lasiz. 8 soat ishlasangiz uje 12 soat ko'proqdan, ya'ni 8 soat to'xtamasdan tinmay ishlagan odam bir kecha uxlab chiqsa ham 8 soat oxirigacha tiklana olmaydi katta ehtimol bilan. Mana shu noproporsionallik va shu eng katta muammo. Shuning uchun tushunib olishingiz kerak bo'lgan bitta asosiy qoida bor va shundan boshlashingiz kerak. Bu men bu insonni modelida zo'r ko'rsatib bergan. Hali bu modeliga bugun qaytamiz. Bu inson ismi Daniel Kahneman va bu odam Nobel mukofotini olgan. Inson fikrlashiga tegishli bitta zo'r ilmiy ish qilgan, shuni hisobiga olgan va Kahnemanda mana bunaqa model bor. Ya'ni bu model bo'yicha bizning miyamizda benzin bor, aqliy benzin. Va u tugaydi. Charchagan inson to'poy inson deb doim aytaman. Ya'ni siz charchasangiz bor, oddiy 5+7 ham qiyin bo'lib qoladi-da.
umuman chaqmaydi, men ham chaqmayapti deysiz, ba'zi kimda bo'ladi, pastga yozishingiz mumkin fikringlarni. Mana shunaqa bo'ladi va mengiz chaqmagani hisobiga hech narsani tushuna olmaysiz, til o'rgana olmaysiz. Diqqatni bir joyda ushlab turib bo'lmaydi, stress bo'ladi, o'zingizni boshqara olmaysiz, emotsional bo'lib ketasiz, asabiy bo'lib qolasiz va hokazo. Shuni hisobiga birinchi o'rinda asosiy qoida va shundan boshlaysiz, shuni tushunib olasiz. Aqliy benzin tejashi birinchi o'rinda o'ylang. Birinchi o'rinda o'ylang, birinchi o'rinda. Eng asosiy narsa shu. Aqliy benzin tejashi, men hali yana bitta-ikkita usullarni aytaman. Eng asosiy usuli yaxshilab yozib olinglar. Bu bir nechta ishni birdaniga qilmaslik. Tushundingizmi? Ya'ni chalg'ituvchi har qanaqa narsani olib tashlash. Misol uchun mana men stolda o'tiribman-da, hozir menda mikrofon bor, telefon bor, laptop bor, kompyuter, meni kitobim bor, hokazo. Imkon qadar mana shunaqa chalg'ituvchi faktorlarni olib tashlash kerak. Aqliy ish qilayotganingizda faqatgina ishingizga tegishli narsani qoldiring. Doim telefonni boshqa xonada saqlang. Men misol uchun telefon bu yerda menda muayyan funksiyani bajaryapti. Ya'ni men timer qo'yib olganman o'zim uchun, vaqt o'lchash uchun. Lekin asosiy narsa nimadan iborat? Har safar miyizni benzini ketayotganini his qiling. Ya'ni siz misol uchun dars qilyapsizda, qo'shimchasiga yana nimadir bilan telefonga chalg'ib turibsizmi? Bo'ldi, benzin 2 barobar tez ketadi. Tushundingizmi? Primerli shunaqa. Xo'p, demak, ikkinchi qoida va ikkinchi qadam bu tizimlarni ajratib ishlatish. Ikkita tizimni, hozir tushuntirgan ikkita tizimni butunlay bir-birini ajratib ishlating. Doim shu narsaga e'tibor bering. Bu juda ham muhim. Yana modelini boya ko'rib chiqdik. Ya'ni model bo'yicha ikkita tizim bor. Yana sal chuqurroq tanishtirib o'taman. Birinchi tizim bor. Bu tizim tez, energiyasi ko'p va ongsiz. Bu tizim shu default tizimi. Ya'ni ongsizlik yoki ongosda deydi ba'zida. Birinchi tizim juda ham tez, tako intuitiv, tez. Bu shunaqa tez tizimki, odatda biz ongimizdan tezroq ishlab qoladi va qaror qabul qilib qo'yamiz, keyin afsuslanamiz. Bu tizim energiyasi juda ko'p charchamaydi. Misol uchun, bu tizim ishlashini qayerda ko'rsangiz bo'ladi? O'yin payti. Birorta yaxshi ko'rgan o'yiningiz bo'lsin-da, soatlab, kunlab o'ynaysiz, charchamaysiz, hech narsa bo'lmaydi siz bilan. Nimaga? Chunki bu tizim energiyasi ko'p va ongsiz bu tizim. Ya'ni bu tizimda qanaqadir tanlov funksiyasi yo'q. O'ylab, bir narsani solishtirib, tanlash unaqa narsa yo'q. Sekin tizim ikkinchi tizim bu sekin, energiyani tez sarflaydi, tez charchaydi va mantiqiy. Bu ongingiz. O'ylaysiz-ku, fikrlaysiz-ku. Misol uchun sekin tizimni qachon his qilasiz? Kitob o'qiyotganda. Uyqungiz keladimi? Agar uyqungiz kelayotgan bo'lsa, sekin tizimingizni shu nagruzkada bo'lgani uchun bo'ladi. Bu narsa ya'ni uyqungizga kelib ketadi. Endi bu shartli masala, asosiy masala nimada? Sekin tizimni kuchli tomoni bor, tez tizimni o'zini kuchli tomoni bor. Sekin tizimni kuchli tomoni bu mantiq. U kam adashadi. U o'ylab turib qilinadigan narsalarda hammasi. Tez tizim qivoradi, keyin o'ylaydi. Endi mana shu tizimlarni bir-biriga aralashtirmasdan ishlatishi birinchidan qoidasini beraman. Yana bir marta. Birinchi tizim bu bajaruvchi tizim, ya'ni u qivoradi, o'ylab o'tirmaydi. Ikkinchi tizim bu fikrlovchi tizim. Asosiy masala shu. Endi tizimlarni to'g'ri ishlatish uchun ularning funksiyalarini bir-biriga aralashtirmasligingiz kerak. Siz ham bajarish, ham fikrlash qilishingiz kerak. Siz jarayonda, ya'ni oldin o'ylab qo'yib, hamma narsani keyin qilishingiz kerak. Har safar oldin o'ylab, keyin qilishingiz kerak. Bu qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Bu birinchi o'rinda qaranglar. Tizimlarni ishlatish qoidalari. Birinchi qoida rejalashtirish, bu asos. Doim rejalashtiring. Birinchi o'ylang, har bitta ishingizni birinchi o'ylab chiqing. O'tirib o'ylang. Ertaga nima qilaman? Indinga nima qilaman? Rejalashtirishni o'rganinglar. Hazil, men yana bitta masalada til o'rganasizlarmi? Xotiringizni o'ta kuchaytirmoqchimisiz? O'zingizni daho qilmoqchimisiz? Bilmayman tam. 10 ta til o'rganmoqchimisiz? Millioner bo'lmoqchimisiz? Milliarder kim bo'lishingizdan qat'iy nazar, reja asos, reja birinchi o'rinda. Agar men qayergadir bormoqchi bo'lsam, deylik, tasavvur qiling, men birinchi o'rinda shu xaritamni olib olaman qo'limga, to'g'rimi? Men navigatorimni olib olaman, agar men yo'lni bilmasam. Bu yerda ham xuddi shunaqa, reja asos, doim rejalashtirish bilan shug'ullaning. Faqat yozma o'ylang. Hech qachon muhim narsani fikr o'zida o'ylamang. Doim ruchka qog'oz, typing qilsa ham bo'ladi. Misol uchun yozsangiz ham bo'ladi, elektron devicelarni ishlatib, deylik, kompyuter deysizmi yoki telefon deysizmi, lekin ruchka bilan qog'oz baribir yaxshiroq ishlaydi deb hisoblayman shaxsan o'zim. Xo'p, demak, keyingisi topshiriqlarni minimal o'ylaydigan qilib yozing. Ya'ni misol uchun har kun bloknot olib oling, bitta, mana bugundan boshlab bloknot olasizda yozasiz. Ertaga men buni qilaman. Endi minimal o'ylaydigan qilib yozing degani tushunarliroq qilib yozavering topshiriqni. Erinmang. Ya'ni bitta masalani tushunishingiz kerak. Mana deylik, ko'pchilik topshiriqlarni qanday yozadi? Bank, Adham, pul, uy deb yozib qo'yadi, qisqa qilib. Har safar shu topshiriqni bajarish uchun odam o'ylashga majburda. O'ylaysizmi, bajarasizmi? Asosiy masala shunda-da. Aqliy benzin tez ketadi. Ham o'ylab ham bajarsa. Masala nimada? Qaysi bank edi, nima edi deb sal bir 10 sekund o'ylab qo'ysangiz, ancha-muncha energiya ketkazib qo'yasiz. Biroq qiziqoning, rashq qiling shu energiya. Tushundingizmi?
Sekin mana shu narsalar siz ham 4 ta 5 ta ish bajarasizda, hali hech narsa qilmagansiz, charchagansiz. Shuning uchun tushunarliroq qilib yozavering. Bloknotga prям ro'yxat qilib, tepadan pastga ro'yxat. Tak, bu. Tamam. Va hokazo. Xo'p, demak, endi bir vaqt o'zida bitta ish bilan shug'ullaning doim. Doim bitta ish bilan, ikkita tizimni birga aralashtirmang, ikkita ishni birdaniga qilmang. Kerak emas. Mana ikkita ishni birdaniga, mana bitta ishga ketadigan energiya bilan ikkinchi ishga ketadigan energiya qo'shiladi-yu, 2 karra ko'p energiya ketmaydi, 4 karra ko'p energiya ketishni boshlaydi. 4 karra ko'p, ya'ni x bo'lib ketadi. Tushunyapsizmi? Mana shu masala juda ham muhim va ko'pchilik xotirasi yoki diqqat ishlamasligining asosiy sababi ham shunda. Va barcha aqliy ishlarni taymer bilan boshqaring. Taymer deganda mana bunaqa taymerlarni zastutyapman. Yoki telefondan olsangiz ham bo'ladi. Misol uchun mana bu ham taymer qo'yib olganman. Deylik, kitob o'qimoqchimisiz? Ingliz tilini shug'ul til o'rganyapsizlarmi? Mana sizlarga zo'r formula 25 minutdan ishlang. Prям mana ko'rinadigan joy qo'yib qo'yasiz mana yerga. Taymer ketyapti, o'chmaydi ekran. Ko'ryapsizlarmi? Mana ketyapti. Ketaveradi, ishlayveradi, men ishlayveraman. Taymer tugagandan keyin men nima qilaman? Ozgina dam olaman. Yoki telefondan taymer qo'ysangiz bo'ladi. Istalgan любой eski telefonda, yangisida ham taymerlar bor. Bu ikkinchi asosiy masala. Qarab turing. Uchinchisi miyani tozalash. Aqliy benzinni sarflaydigan yana bitta narsa bor. Bu befoyda fikrlar. Nafaqat tashqarimizdagi qanaqadir ishlar, ikkita ishni birdaniga qilishimiz va hokazo, balki sizni to'poy qiluvchi yana bitta narsa bor. Bu befoyda fikrlar. Fikringiz chalg'itadi. Pluma zegarnik degan o'sha bir paytlar psixolog ayol bo'lgan va u ajoyib effekt ochgan. Haligacha psixologiyada zegarnik effekti deydi. Va ayol isbotlagan tadqiqotlar orqali bizni fikrlarimiz bizni charchatadi. Ortiqcha fikrlarimiz. Ya'ni misol uchun men ish qilib o'tiribman-da, boshqa narsani o'ylayman, 2 barobar 3 barobar tez charchayman. 2 barobar 3 barobar tez charchayman va bu asos. Shuning uchun miyani bo'shatishni o'rganishimiz kerak. Miyani bo'shatish uchun nima qilish kerakligini hozir tushuntirib beraman. Har bitta ortiqcha fikr aqliy benziningizni to'xtamasdan sarflaydi. Aqliy benzinni qanday qilib to'ldirsa bo'ladi? Ya'ni aqliy benzinni qanday qilib to'ldirish mumkinligini aytib beraman va o'sha ortiqcha fikrlarni qanday qilib yo'q qilish mumkinligini ham masalaga bitta tushuntirib beraman. Qarab turing. Aqliy benzinni to'ldirish ayrim texnikalarni o'rganib olganingizdan so'ng siz o'zingiz bo'shatish texnikalariga e'tibor qaratishingiz kerak. Birinchi aqliy benzinni to'ldirish texnikasi bu devicelarsiz, hech narsasiz, ya'ni device deganda ham telefon yoki kompyuter yoki boshqa narsani nazarda tutyapman. Har kuni 2 daqiqaga qolish. Bitta xonadami tashqariga chiqasizmi? Prosta 2 daqiqa xolos. Kimdir aytadi 2 daqiqa davroniki kam emas, zo'r. Boshlanishiga yaxshi. Asosiy masala hozirgi kunda odamlar hattoki hojatxonaga ham telefonni olib kirib ketyapti. Даже hojatxonada ham telefonsiz 5 minutga tura olmayapti ko'pchilik. Shuning uchun 2 daqiqa normalni. Nima qilasiz? Telefoningizni o'chirasiz, boshqa xonaga borib qo'yasiz, xonani qulflaysizda yoki tam balkonga chiqasizmi bilmayman. Prosta ozgina o'tirib 2 daqiqa gapirmaysiz, o'ylamaysiz iloji boricha. Qanday 2 daqiqaligini bilasiz, taymer qo'yib qo'yasiz, signal bo'ladi va hokazo. Xo'p, keyingi masala nafas mashqi. Nafas mashqi quyidagicha bo'ladi. Bu ham 2 daqiqa bajariladi. Burundan chuqur nafas olasiz. Og'izdan chiqarasiz. Shuna qilib 2 daqiqa. Bu ham juda ham yaxshi, ayniqsa boshingizni ozgina aylantirib olish mumkin. O'tirib oling, shuning uchun kislorod bilan boshni boyintiradi, ancha-muncha o'sha qo'shimcha energiyani sizlarga bu narsa beradi va digital detox. Digital detox degani bu telefonlarsiz va yana boshqa narsalarsiz, texnikasiz bir kunda 20 daqiqalarga qolish. Digital detox momentida, ya'ni paytida kitob o'qisangiz bo'ladi, kimdir bilan gaplashsangiz bo'ladi, nimadir bilan shug'ullansangiz bo'ladi. Ya'ni bu 2 daqiqa hech narsa qilmaslik emas. Asosiy masala har kuni yoki haftada bir kun hattoki kartochkalarni olib, bitta ruchkani olib, o'zingizni fikrlaringizni bo'shatishni o'rganing. Qanday qilinadi? Men prям shuni naglядно ko'rsatib beraman sizlarga. Nima qilasizlar? Ya'ni ruchkani olasizlar, kartochkalarni olasizlar, qog'ozchalarni, oddiy qog'ozchalarni va qog'ozchalarga yozasizlar. Misol uchun qolib ketgan ishlaringlarni yozsanglar bo'ladi. Mana mana o'tirib, prям hozir o'ylaylik, izohlarga yozsanglar bo'ladi. Nima ish qilishinglar kerakini va qolib ketdi. O'sha boshimiz ichidagi kerak emas fikrlar bo'ladi odatda. Tak, dadamga telefon qilmanman. Okey, bu qolib ketdi. Hozir xalaqit beryapti, keyin qilib qo'ysam bo'ladi. Yozib olasizlar. Tak, buni qilishim kerak, uni qilishim kerak. Qisqa qilib aytganda, bir taxminan yarim soat oddiy stiker olasizmi, kichkina qog'ozchalar olasizmi, farqi yo'q. Kichkina biron narsa, bitta qog'ozcha, bitta fikr. Yozib, olib, ne qilib o'sha stolga yoyib tarqatib qo'ysangiz ham bo'ladi. Boshingiz ichidagi fikrlar chiqishni boshlaydi.
haftada bir marta qilish tavsiya qilaman. Keyin shu kartochkalarga hamma yozilganini to'plab, alohida ular bilan nima qilish keyin o'ylayman. Umuman olganda bitta zo'r odat qilib olsanglar bo'ladi. Dars qilyapsizlarmi yoki boshqa biron ish bilan shug'ullanyapsizlarmi, doim oldinglarda yoki bloknot yoki oqlik bitta ruchka bilan tursin. Oq qog'oz, bloknot farqi. Mabodo qanaqadir fikr kelib qoladi-yu, просто yozib olinglar, unaqada o'sha fikr haligi kerak emas fikrga aylanib yuraveradi. Boshingiz ichida qolib ketadi. Yozib olsangiz, уже psixologik yengillik, ya'ni shu fikrning qaysidir qismi chiqib ketadi, sizdan energiya o'g'irlashni to'xtatadi. Bu 3-chi qadam. 4. Inersiya qoidasi. Bu juda ham zo'r qoida, hayotingizni prям faktiski o'zgartirishi mumkin bo'lgan qoida. Qarang, inersiya o'zi nima? Fizikada inersiya jismning harakat holatini o'zgartirishiga qarshiligi deyiladi. Nima degani bu? Misollarni keltirib qo'ya qolaman hozir. Misol uchun, avtobus ketyapti, deylik 60 km tezlikda. Avtobus ketayotib, reski bor kuchiga tormoz bersa, siz agar turgan holatingizda bo'lsangiz, nima bo'ladi? Siz avtobus oldiga qarab uchib borasiz. Qoqilib ketasiz, uchib ketasiz. Bu inersiya. Ya'ni avtobus 60 km tezlikda ketayotdi. Siz taningiz ham birga 60 km tezlikda ketayotdi. Avtobusning tezligi reski pasaydi, ya'ni tormoz bosdi, lekin siz taningizni tezligi hali ham 60 km tezlikda ketyapti. Tushundingizmi? Ya'ni bu jism to'xtadi, lekin siz hali ham davom etyapsiz. Mana shu narsa inersiya yoki deylik, ko'rgansizlar, kuchli odamlar Kamaz tortadi. Kamaz tortganda asosiy masala nimada? Kamazni jildirib olguncha. Ya'ni joydan jildirib olsa, eshani o'rtacha kuchdagi inson ham dal shop ketaveradi. Surolmaydi o'rnidan. Og'irroqda mashina bo'lsa, kuchingiz bo'lmasa, kimdir surib bersa bo'ldi, dal shop ketaverasiz, kuchingiz yetadi. Nimaga? Chunki boshda bor kuchini soladi-da, tortgandan keyin u Kamaz o'zini inertsiyasi bilan ketadi, o'zini kuchi bilan. Misol uchun tortib bitta qo'yib yuborsa ham qanchadan yurib o'tib keyin to'xtaydi-da. Mana shu inersiya. Bir narsani surib yuborsangiz yurib ketadi. Eng qizig'i boshda surganda eng katta kuch kerak. Boshda surganda. Mana shunaqa psixologik inersiya bor. Ya'ni har qanaqa ishi boshlanishi qiyin. Shuning uchun inersiya qoidasi sizga zo'r yordam beradi. Qayerda? Men qanday ishlatish tushuntiraman. Harakat boshlanishidan so'ng u inersiya bo'yicha davom etaveradi. Tushundingizmi? Davom odat bo'lib qoladi. Ya'ni osonroq bo'ladi davom ettirish. Masalan, zalga 3 oy chiqdingizmi, bo'ldi, pa inersiyaga chiqaverasiz. Eng asosiy narsa bu harakatni boshlanishini osonlashtirish. Ya'ni harakatni boshini maksimal osonlashtirishingiz kerak. Buning uchun bitta zo'r qoida bor. Eng asosiy ikkita qoidani berib o'taman. Birinchisi bu 2 daqiqa qoidasi. Nimadir qilmoqchimisiz? Prям taymer qo'yingda. Mana erinmasdan sizlarga ko'rsatib beraman. Prям taymer qo'yingda. Ketdik, boshlaymiz. 2 daqiqa. Mana taymer shuni turasida bang nimadir qo'rasiz. Kimdir mana odamlar ajoyib ba'zida kulishadi, 2 daqiqada nima ish bitadi? Bu dunyoning ishi bitadi 2 daqiqada. Ishaning kuniga 2 daqiqadan kitob o'qish boshlang. Shu turing prosa. Ya'ni boshlash protsesi eng qiyinligi uchun boshlashni osonlashtirish. Keyingi masala minimal harakat qoidasiga e'tibor bering. Nimadir boshlamoqchimisiz, eng kichkinasidan boshlang. Xotirani rivojlantirishmi? Okey, eng kichkinasidan boshlang. So'z eslab qolmoqchimisiz xorijiy tilda? Bittadan, ikkitadan, uchtadan boshlang. Ko'tam. Bir kunda 100 ta srazu kerak emas. Yodlab olasiz, bir kunda 100 ta ham, 1000 ta ham eslab qolsangiz bo'ladi. Просто srazu kerak emas-da. Boshida qanaqadir minimal buffer oling. Kitob o'qishni men doim tavsiya, bir betdan o'qinglar deyman bir kunda. Nimaga deydi? Inersiya. Bir betdan o'qib 1 oy, 2 oy yursangiz, dalshi qolgan betlarni qo'shib tashlash juda oson bo'ladi. Juda ham oson bo'ladi. Shu mana shu ikkita qoidaga e'tibor beringlar. 5-inchisi va men nazarimda eng asosiy sizni daho qiluvchi tizim. Realni asosiy masala. Mana, xotirani bir nechta funksiyasi bor. Biz miyamizni ishlatish jarayonida xotirani bu bir nechta funksiyasi bor. Birinchi funksiyasi bu ma'lumotni saqlash, ya'ni eslab qolish. Misol uchun men kitobni oldim, ichidagini o'qidim, meni esimda qoldi. Ikkinchisi bu saqlab turish. Saqlab turish deganda, misol uchun men kitobni oldim, o'qidim, bir haftadan keyin aytib bera oldim. Men bir haftagacha bu ma'lumotni saqlab qola oldim. Uchinchi funksiya bu eslay olish. Men eslab qoldim, saqlab qoldim va kerakli paytda eslay oldim. Chunki ba'zida kerakli paytda esingizga kelmay qolishi mumkin. Bilgan narsangiz ham. Ya'ni misol uchun bitta aktyor ko'ryapsiz-da, ismini bilasiz, kecha aytdingiz ismini misol uchun, lekin ayni paytda eslolmayapsiz. Vaqt o'tib ketgandan keyin "Voy, men javobni bilardim-ku" va hokazo deyishingiz mumkin. Hech qanaqa foydasi bo'lmaydi. Shuning uchun mana shu 3 ta funksiyani birga shug'ullantirish kerak. Endi ikkita asosiy xotira va bitta muammo bor. Operativ xotira bor va uzoq muddatli xotira bor. Hech qanaqa xotira mashqlari, umuman hech qanaqa operativ va uzoq muddatli xotirani 2 barobarga hajab kuchaytirib bera olmaydi. Bu narsaning imkoni yo'q. Mana shu narsani ko'pchilik tushunmaydi. Yoki operativ yoki uzoq muddatli xotirangizni hattoki 2 barobarga ham kuchaytira olmaysiz. Standart mashqlarni bajarish orqali. Iloji yo'q, buni tadqiqotlari ham o'tkazilgan, 3-4 yillab odamlar o'zini miyasini ham shug'ullantirishga harakat qilgan. Umuman befoyda. Ammo
Ammo bir nechta g'alati insonlar bor va mana shu insonlar siri bilan sizlarga bo'lishyapti. Qarab turing. Misol uchun men bu ayolni qizi ismi Mungshur Narmanda. Bu Mongoliyalik, Mo'g'ulistonlik qiz va bu qiz ko'plab jahon rekordlarini o'rnatgan. Misol uchun mana 6000 dan ziyod binar raqamlarni, 01larni yarim soat ichida eslab qolganda va o'sha jahon rekordini o'rnatgan. Xo'p, bu ayol ismi Katie Kermit 224 ta, 220 tadan ko'proq odam ismi, familiyasini va yuzini eslab qolgan. Jahon rekordi hisoblanadi. Arxan Ibadov 1 soat ichida 3412 ta raqamni eslab qolib jahon rekordini o'rnatgan 40 yoshida. 40 dan o'tgan bu insonning yoshi. Tasavvur qilasizlar, ko'pchilik aytadi, "Men 40 ga kirgandan keyin o'zi miya faoliyati pasayadi", yo unaqa emas. Xo'p, yoki deylik o'zimiz o'zbeklar. Chet elliklarni gapirdim. Mana o'sha shogirdlarimni natijalarini ko'rgan bo'lsangiz, misol uchun Abdurasul G'afurov 220 ta so'z 15 daqiqa ichida. Yoki Islomxo'ja Madaminov chet til so'zlari 1000 tadan ko'p bir kunda tadqiqot o'tkazib ko'rgan 14 soat ichida 1000 tadan ziyod ko'proq so'zlarni eslab qolgan. Shohruh Baxtiyorov mana 2700 tadan ko'proq yarim soat ichida 01larni eslab qoldi. Bu yaqinda bo'ldi. Yoki Mashrab Amirqulov 641 ta rasmni ketma-ket umuman bexato 100% aniqlik bilan atigi 5 daqiqa ichida eslab qolgan. Top 3 ga tortadi bu natija jahon standartlari ham bo'yicha, butun dunyo bo'yicha. Tasavvur qilyapsizlar, qanaqa xotira. Endi bu barcha odamlar o'z xotirasini qanday qilib shu darajagacha kuchaytira olishgan degan savol tug'ilishi mumkin. Men boshida aytdim-ku, sizlarga operativ xotira yoki deylik uzoq muddatli xotira to'g'ridan-to'g'ri shug'ullantirish hech qanaqa natija bermaydi. Bu bitta sir bor va bitta ajoyib usul bor. Bu usulga ming yillar bo'ldi o'sha va aynan shu usulni ishlatish orqali siz o'zingizni miyangizni daholar darajasiga olib chiqsangiz bo'ladi. Chunki men bu odamlarning hozir natijalarini ko'rsatsam, 90% dahomi bular qanday shunaqa tug'ilganmi deydi. Yoki deylik, meni rekordim olsanglar 3250 ta raqam 2,5 soat ichida. Bu juda qiyin masala. Absolyutno aniq aytaman, shu rekord o'rnatishimdan 1 yil oldin ham men shaxsan o'zim bu narsani imkonsiz deb hisobladim. Asosiy masala nimada? Sizlarga bitta tasviriy holat. Siz dunyodagi eng kuchli kompyuter sotib oldingiz. Tasavvur qiling, dunyodagi eng kuchli biya kompyuter sotib oldingiz-da, uyga olib keldingiz, ishlata olmayapsiz. Nimaga? Chunki qo'llanma, kompyuter ishlatish qo'llanmasi do'konda qolib ketdi. G'alati holatda. Ya'ni men nima demoqchiman? Ko'pchilik o'z miyasini noto'g'ri ishlatadi. Xotirasini ham noto'g'ri ishlatadi. Asosiy masala shu joyda. Shuning uchun mana shunaqa g'ayrioddiy kuchli ko'rsatkichlarni ko'pchilik ko'rsata olmaydi. Ya'ni, misol uchun biror og'ir narsani qo'l mushagi bilan emasda barmog'i bilan ko'tarishga harakat qiladi. Eng kuchsiz joyi bilan. Ya'ni miyamizda ham eng kuchsiz joylarni xotirani nimadir eslab qolishga ishlatishadi odamlar. Aslida olganda boshqa zonalarni ishlatsangiz, sizda sal yaxshiroq bo'ladi. Hozir vizual qilib ko'rsatib ham beraman. Miyamizga kiradigan ma'lumotni 90% aynan ko'z orqali kiradi. Ya'ni vizual xotira va vizual xotirani rivojlantirish mashqlari sizni xotirangizni 50, keraksa 100 barobargacha kuchaytirib berishi mumkin. Bunaqa keyslarni shaxsan men o'zim ko'rganman. Ya'ni o'ta kuchli daholar darajasidagi miyani xohlasangiz, siz o'zingiz miyangizdan prosta to'g'ri foydalanishni o'rganishingiz kerak. Plus mana shu bitta mashqlarni bajarishingiz kerak. Endi buning uchun eng kuchli usul, eng kuchli obyektiv, eng kuchli dunyodagi eng kuchli usul. Men bundan oldin shuncha kuchli xotira egalarni aytib o'tdim. Mungshur dedim, u dedim, bu dedim, chet elliklarni aytdim, o'zbeklarni aytdim. Hammasi bitta usul bilan shug'ullanishadi. Bu usul nomi mnemonika. Endi mnemonika bilan shug'ullanadigan odamlar ma'lumotni miyasining boshqa qismlari bilan eslab qolishadi. Xususan mana ko'rib turibsizlar, novichok, ya'ni endi xotirasini rivojlantirish boshlagan inson o'zini shu prefrontal darslateral qatlamini ishlatadi, peshona qismi ozgina joyini. Mnemonika bilan shug'ullangan insonlar o'zini asosan shu затылочная часть deydi, ya'ni dehqoncha qilayotganda orqa miyasini ishlatadi va gipokampni ishlatadi. Ya'ni miyani katta va kuchli, takoy vizual kuchaytirilgan, tabiatdan sizga berilgan talantingiz desa ham bo'ladi, shu joyini, shu zonasini ishlatadi. Ya'ni mnemonikani yaxshi o'zlashtirish uchun birinchi o'rinda vizual tasavvurni kuchaytirish kerak. Ya'ni kuchli, mana shunaqa zo'r, kuchli xotira bo'lmoqchi bo'lsangiz, haqiqatan ham birinchi o'rinda vizual xotirangizni rivojlantirishdan boshlang. Meni sizga tavsiyam. Vizual xotirani rivojlantirish eng boshlang'ich holati bu kitob o'qish. Juda oddiy, asrlar mobaynida kitob o'qi deyiladi. Eng men bitta qo'shimcha qilib ketaman. Kitob o'qishi shunchaki so'zlarni o'qib ketish, boshqa narsa emas, yo'q. Kitob o'qishni ham darajalari bor. Asosiy masala o'qiydigan narsangizni ko'zingiz oldiga keltirishga harakat qiling. O'shanda sizni miyangiz adaptatsiya qiladi. Ya'ni moslashadi, sal boshqacharoq eslab qolishga. Endi miyamizdan to'g'ri foydalanish tizimi 5 ta qadam. Aqliy benzinni tejash, tizimlarni ajratib ishlatish, miyani tozalash, kerak emas fikrlarni, inersiya qoidasi, ya'ni kichkina boshlashni osonlashtirish va sizni daho qiladigan eng asosiy texnika, ya'ni
vizual xotirani ishlatish. Endi mnemonikani umumiy tavsiya beradigan bo'lsam, aniqroq ta'rif beradigan bo'lsam mnemonikaga, mnemonika nima? Mnemonika bu ma'lumotni eslab qolish tezligini hamda sifatini oshiradigan yagona tizim. Boshqa istalgan yo'nalishda siz xotirangizni maksimum 2 barobar kuchaytirasiz. 50-100 barobar вообще fantastik. Bu darajada kuchli diqqat va xotirani rivojlantirish uchun aynan nimalar kerak bo'ladi? 3 ta asosiy narsa kerak bo'ladi. Birinchisi bu mnemonika usullari va asoslari va undagi usullarni qanday qilib to'g'ri ishlatish, qanday qilib to'g'ri shug'ullantirish. Ikkinchi masala tayyor shablon, materiallar, shug'ullanish uchun platformalar, mashq qilish uchun, miyangizni mashq qildirish uchun, miya uchun fitness kerak bo'ladi sizga va xato qilmaslik uchun ustozdan yordam kerak bo'ladi. Ya'ni mana shu yo'lni bosib o'tgan, natija qilib bo'lgan odam sizga mana buni qilasan, buni qilasan, buni qilasan desa, mnemonika bilan shug'ullanish jarayonida xotirangizni rivojlantirish vaqtingiz 10 barobarga qisqartirishingiz mumkin. Ya'ni yo'lingizni tezroq bosib o'tasiz. Mana shu 3 ta narsa hammasi mana Superman AI 2.0 degan onlayn loyihamda bor. Bu loyiha xudo xolisa 14-oktyabr kuni boshlanadi va o'zi nima uchun AI 2.0? Sababi juda oddiy. Bu loyihada nafaqat insonlar, balki sun'iy intellekt ham sizga rivojlanishda yordam beradi. Hozir tushuntiraman bu joyni. Bu kursning asosiy sababi, ya'ni bu narsani men yasashim asosiy sababi, men ko'p borganman chetga, Rossiyaga syomkalarga va hokazo. Bizni o'zbeklarni qanaqadir aqlli insonlar deb qabul qilishmaydi deb hisoblayman va bu noto'g'ri. Biz aqllimiz, biz ham eslab qola olamiz, biz ham chempionatda yuta olamiz, biz ham rekordlarni o'rnata olamiz deb shuncha shogirdimni turli xil shoularga jo'natdim. O'zim bordim, rekordlarni o'rnatdim. Hattoki 22-yilda bo'lgan eslab qolish bo'yicha Sinergiyadagi Moskvadagi chempionatda borib o'zbeklar birinchi o'rinni olib keldi. Hammasi meni shogirdlarim va meni bitta asosiy maqsadim bor, insonlar aqliy salohiyatini oshirish orqali o'z hayotlarini o'zgartira oladi. Men shu narsaga ishonaman. Shu narsani 8 yil oldin o'qitishni, o'rgatishni boshlaganman. Endi asosiy masala nima? Agar miyangizni to'g'ri ishlatsangiz, miyangizni to'g'ri zonadan ishlatsangiz va qanday qilib ishlatishni bilsangiz, siz ham daho bo'la olasiz. Sizni ko'rgan insonlar ham o'ta aqlli, ko'p narsani biladi, idroki bor va hokazo deb hisoblaydi. Aslida olganda har birimiz shu qobiliyat bilan tug'ilganmiz, faqatgina uni to'g'ri yo'naltirishni o'rganishimiz kerak. Endi Supermiya loyihasi 6 oyda bir marta bo'ladi yoki 1 yilda bir marta bo'ladi. Bitgani keyingisi yoki bahorda bo'ladi 26-yilda yoki keyingi yil 26-yilda shu noyabr oylarida. Taxminan shunaqa. Ya'ni bu loyiha ko'p bo'lmaydi. Ushbu loyihada 7 haftalik kurs bu, 8 ta bonus jonli efir, 40 tadan ko'p dars, kuratorlar tomonidan maxsus darsliklar, kitoblar, sovg'alar va hokazolar bor. Hozir tushuntiraman. Qay tarzda o'tiladi? Onlayn bo'ladi. Qanday qo'shilish tushuntiraman. Telefondan yoki kompyuterdan bemalol ko'rib ishtirok etsangiz bo'ladi. Hech qanaqa muammo yo'q. Asosiy 7 ta modul bor. Birinchi modulda mnemonika nima, asoslari, qanday ishlaydi va hokazo. Ikkinchi modulda super xotira tizimi, uchinchi modulda super fokus, diqqatni kuchaytirish, keyin xorijiy so'zlarni eslab qolish, undan keyin polyglot degan modul qo'yishganmiz. Bu yerda til o'rganishni rejalashtirish va qo'shimcha darslar, tekstologiya, matnlar bilan ishlash va mindset. Fikrlashga tegishli muammolar bilan qanday qilib yechim topish bu muammolarga. Birinchi modul mnemonika asoslari, bu yerda mnemonika usuli, zanjir usuli, lokatsiya usuli, so'zlarni eslab qolish, tasviriy sayohat usuli. Bu moduldan keyin siz o'zingiz xotirangizni qanaqa to'g'ri ishlatish, ya'ni shu aytganimdek, miyangizni qaysi zonasini qanday qilib ishlatish tushunib olasiz. Ikkinchi modul super xotira tizimi. Bu yerda major tizimni o'rgatamiz, flash kartalardan ishlashi, dangasalar yengish texnikalari, samaradorlik sirlari, raqam eslab qolish. Bu moduldan keyin deyarli istalgan raqamli ma'lumotni eslab qola olasiz, bemalol qiynalmasdan, plus dangasalar yengish o'rganasiz. Super fokus 3-modul. Bu yerda 5 daqiqali raqamlar, mavhum so'zlar, diqqatni rivojlantirish, flow holatiga tushish va yuz va ismlar. Bu moduldan keyin istalgan odam ismini eslab qola olasiz, soatlab chalg'imasdan ishlash va o'qish imkoniyatini qo'lga kiritasiz va eng kuchli diqqatni rivojlantirishingiz mumkin bo'ladi. 4-modul xorijiy so'zlar, to'g'ri usuli, super tezlik, flash kartalar, murakkab so'zlarni eslab qolish, oraliqli takrorlash. Bu moduldan keyin kuniga 200 ta, agar yaxshi shug'ullansangiz, ehtimol 1000 tagacha xorijiy so'zlarni eslab qolishingiz mumkin bo'ladi. 5-modul polyglot moduli. Bu yerda maqsad qo'yish, dekompozitsiya qilish, til o'rganish jarayonidagi intizomni rivojlantirish, ChatGPTni qo'llash, mnemonikani o'rganish jarayonida bu yerda alohida promptlar beriladi. So'zlarni yozilishini eslab qolish, mikraqadam va mikrog'alabalar usulini qo'llash. Xo'p, tekstologiya 6-modul. 6-modulda terminlar, tarixiy sanalar, setrikasiya usulini, nutq eslab qolish, test javoblarini eslab qolish. Ya'ni misol uchun 500 ta test javobini yarim soat, 1 soat ehtimol undan ham tezroq eslab qolishingiz mumkin bo'ladi. Agar yaxshi shug'ullansangiz, tarixiy sanalarni eslab qolsangiz, misol uchun Pratik Yadav degan bitta hind yigit bor. 154 ta tarixiy sanani atigi 5 daqiqagacha eslab qo'ygan. Xuddi shu usulni bu yerda o'rgataman. Atamalar, biologik atamalar, fizik atamalar farqi yo'q. Bu atamani eslab qola olasiz. 7-modul mindset. Bu yerda fikrlash, mindset, kognitiv illyuziyalar, default tizimini ishlatish, boya aytganim boshida default tizimi, yolg'onlarni aniqlash, illyuziyalardan qutulish va hokazo. Haftalik rejalashtirish, weekly schedule. Ya'ni bu moduldan keyin siz miyangizni
fikrlashingizni yangi darajaga olib chiqasiz. Default tizimdan foydalanishni o'rganasiz va kamroq xato qilasiz. Xo'p, natijada nima bo'ladi? Ya'ni mana Superman AI dan keyin nima bo'ladi? Sizda xotirangizni 10 barobar kuchaytiradi, ehtimol ko'proqdir. Diqqatingizni kuchaytirib chalg'imasdan ishlashni o'rganasiz, kitobdagi ma'lumotlarni eslab qolishni o'rganasiz, chet tili so'zlarni eslab qolishni o'rganasiz, raqamlarni istalgan ko'rinishda eslab qolasiz, ketma-ketam qayerdadir boshqacha holatda ham nutqlarni tam 6 soat, 8 soat va hokazo uzun nutqlarni eslab qola olasiz. Xo'p, miyangizni, xotirangizni to'liq potensialdan foydalanishni o'rgataman. Rossiya rekordini o'rnatishga yordam bergan barchasini o'rgataman. Ya'ni mabodo agar tam bir rekord o'rnataman desanglar, Superman ichida bu narsani qilish uchun hamma narsa bor. Siz ham qila olasiz. Eslab qolish bo'yicha chempionlar sizga ustozlik qilishadi. Kuratorlar deymiz ularni. Kuratorlarning asosiy vazifasi nima? Birinchidan, uy vazifa tekshirishadi, feedback berishadi. Ya'ni sizga qanday nima bo'ldi va hokazo. Ikkinchidan haftalik natijaviylikni yozib borishadi. Uchinchidan alohida guruhlarda har bittalik ustozlar ular batafsil javob berishadi. Tug'ilishi mumkin bo'lgan sizlarning savollar, tam dars bo'yicha va hokazo. Ya'ni har bitta kurator natijaviylikni belgilab boradi, alohida har bitta o'quvchi uchun va kuratorlar o'zi kim? Bu bolalar, men sizlarga kurator qilib o'zimni jamoamga olgan bolalar, hammasi meni shogirdim va O'zbekistondagi eng kuchli xotira egalari. Birinchisi Islomxo'ja Madaminov. Islomxo'ja Rossiya turnirida birinchi o'rinni olgan, 3-turnirda o'sha Sinergiyada bo'lib o'tgan eng katta chempionatlardan birida ham chempion bo'lgan, absolut chempion bo'lgan, yutgan. Undan tashqari O'zbekiston eslab qolish chempionatida ikkinchi o'rinni olgan. 5 yildan beri ustozlik qiladi. Tajribasi juda ham katta va boya aytdim, bir kunda 1000 ta xorijiy so'z eslab qolish masalasi aynan shu yigitga o'xshagan. Xo'p, Bekzodjon Yusupov speedcubing bo'yicha 9 karra O'zbekiston, Qozog'iston chempioni, ochiq Rossiya chempionatida 3-o'rinni olgan, eslab qolish bo'yicha va 5 yillik tajribaga ega. Bu eng katta nazariy ma'lumotlarni bazasi mana shu bolada bor, juda ham zo'r ustoz. Javohir Abdufattoqov 4-chi Rossiya onlayn ochiq chempionatida 1-o'rin chempion, Moskvadagi chempionat umumiy SNG rekordini o'rnatgan, raqamni eslab qolish bo'yicha va O'zbekistondan ham bir nechta rekordlar bor. 5 yillik ustozlik tajribasi bor bu bolada. Mardanov Fayozjon UMC 2022 Al-Buxoriy turnirida 2-o'rin, Udivительный люди ko'rsatuv ishtirokchisi. Undan tashqari shu Bekzodjon Yusupov ham Udivительный людиga borgan. 4 yil ustozlik tajribasi va 9000 tadan ko'proq o'quvchi. Abdurasul Gafurov, bu ham biz yangi kuratorimiz, 3 yil ustozlik tajribasi va Abdurasul bitta zo'r tomoni bu umumiy jahon xotira ligasida top 20 ga kiradi. 18-o'rinda turibdi hozir. Xo'p, demak, haftada bir marta, jami 7 marta shaxsan o'zim savol-javob efiriga chiqaman, ya'ni tam 5 kun dars bo'ladigan bo'lsa, yakshanba kuni dushanbadan jumagacha darslar tushadi. Yakshanba kuni men aloqaga chiqib turib, savol-javob qilib sizlar bilan birgalikda nima bo'ldi, qanday bo'ldi, qo'shimcha dars o'taman, savol berishingiz mumkin bo'ladi, jonli efirda gaplashamiz. Mehmon speaker darslari bor. Bunaqa imkoniyat ham bo'ladi. Mashq qilish uchun platforma yasagamiz. Ya'ni bu platforma ichida xotiraga tegishli, mnemonikaga tegishli hamma mashqlarni bemalol qila olasiz. Yangiliklar qo'shilgan. Ilgari raqamlar, so'zlar va flash kartalar bo'lar edi. Hozirgi kunda 100 so'mlarni eslab qolish uchun trenajyor qo'shdik, kartalarni eslab qolish uchun trenajyor qo'shdik. Bu xotira diqqatni rivojlantirish uchun zo'r va rasmlar. Ya'ni birinchi moduldan sirazu shug'ullanib ketaverasiz. O'zingiz hayron qolasiz katta ehtimol bilan. Bir necha karra tam eslab qola olmayman degan narsalarni sirazu eslab qolishni boshlaysiz. Mana shu trenajyor o'zidan foydalanish mumkin bo'ladi. Undan tashqari Superman'ga qo'shilgan o'quvchilarim uchun, faqat o'quvchilarim uchun hech qanaqasiga sotuvda yo'q narsa. Bu meni yangi kitobim, super usul kitobim. Bu kitob ichida men butunlay tushuntirib berganman, qanday qilib xorijiy so'zlarni eslab qolish mumkin, illyustratsiyalar bilan tushuntirganman. Ichida undan tashqari lug'ati bor, ingliz tili lug'ati, lekin bu kitobdagi usulni istalgan tilga bemalol ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari Superman futbolkasi mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Buni ham bepul yetkazib beramiz. Ya'ni tasavvur qilibsizlar, Superman AI ga qo'shilganingizda shuncha narsadan tashqari qo'shimchasiga hech qayerda yo'q va hech qayerda sotilmaydigan faqatgina Superman AI ga qo'shilganlar uchun beriladigan kitob, maxsus kitob va undan tashqari Superman futbolkasi. Bunisi ham bepulga yetkazib beriladi. Xo'p, demak, undan tashqari bitiruv kechasiga bilet beraman. Bitiruv kechasida bizda takoy mini tusovka bo'ladi, ya'ni hammamiz bitta joyga yig'ilamiz, sizlar bilan birgalikda ko'rishamiz. Toshkent shahrida katta zal bo'ladi. Men u yerda dars o'taman, men bilan shaxsan rasmga tushasizlar, u yerda men sizlarga sertifikatlarni topshiraman va hokazo. Qisqasi bayram bo'ladi, sizlarga yoqadi, ham manfaatli bo'ladi, ham foydali bo'ladi. Xo'p, demak, va bular hammasi emas, hali asosiy masala nimada? Ya'ni 20 ga yaqin boshqa qo'shimcha sovg'alar bor. Sovg'alar juda ham ko'p, qo'shimcha kurslar, boshqa qo'shimcha sovg'alar va barchasini ro'yxatdan o'tganingizdan keyin sizga menejer qo'ng'iroq qilib tushuntiradi va barcha savollaringizga javob beradi. Ariza qoldirish tartibi quyidagicha. Birinchi qadam pastdagi havola bor, mana pastda tugma bor, pastda havola qoldiraman.
Xohlagan qistirib qo'yaman. Havola orqali o'tib, biz rasmiy saytimizda o'zingiz arizangizni qoldirsangiz bo'ladi. Siz bilan menejer bog'lanadi va yana qanaqadir qo'shimcha savollaringiz bo'lsa, AI borasida shu menejer o'ziga berishingiz mumkin bo'ladi. Barcha savollaringizga javob berishadi. Xo'p, asosiy masala ro'yxatdan o'tganingizdan keyin bitta yopiq kanalga qo'shilasiz. Men esingizda bo'lsa, boshida sizga sovg'a va'da qilgan edim. Mana shu darsimiz boshlashdan oldin o'sha kanalning o'zida ham xuddi shu sovg'ani olishingiz mumkin bo'ladi. Superman AI 2.0 xudo xolisa 14-oktyabr kuni boshlandi. Hozir pastga tushing, ro'yxatdan o'ting. Ko'rishguncha. Paka.